bunday qorli kunlarda ketvorsangda shunaqa shaliklarga biz sizlarni Yasrib Art Shale, Farg'ona vodiysi, Farg'ona gavhari bo'lmish Shohimordon qishlog'i yordamdan gapiramiz. Kamerachini tezroq yurg'izib yuborib, biz sizlarni bugun tanishtiramiz. Yasrib Art Shale'da shunaqa 18 ta shale joylashgan. Har biri bir xil 5 o'rinlik, hammasi lyuks holatda, hozirgi holatda issiq, yosh bolalarga ham bemalol. Pastki qatorda 3 o'rinlik, har bittasi toza, pokiza, juda ham pokizalikka e'tibor beramiz va undan tashqari bu tarafida sanuzilar, ichida har birida Ariston fenigacha qo'yib qo'yganmiz bekami ko'rsa uchun. Va undan tashqari 5 kishilik nabor, xolodilnik, televizor, nimaiki qulayliklar kerak bo'lsa bor. Va ikkinchi etajimizda do'spalni va panorama ayni. Bunga ertalabda qaragangizda maza qilasiz. Yasrib Art Shale hamisha xizmatlaringda. Nomer qoldiraman, pastga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz sizlarning xizmatingizdamiz bemalol.